Dasturimiz jonli efirda davom etadi. Menimcha, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyoning u chekkasidan turib, bu chekkasida bo'layotgan voqea ma'lumotlarini bilib turish odatiy holatga aylangan. To'g'ri aytdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarning zararli taraflari haqida ko'p gapirilayotgan bir vaqtda biz uning ijobiy taraflarini ham ko'ra olishimiz zarur. Masalan, shunday kontentlar borki, ularni ko'rib, beixtiyor yuzingizga tabassum yuguradi. Qolaversa, baxt uchun unchalar ham ko'p narsa kerak emasligini tushunib yetasiz. Misol uchun Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi aka-ukalarning Instagram sahifasiga bir boqadigan bo'lsak, u yerda 12-13 yoshli chorvador bolajonlarning qilayotgan mehnati izlanishga, hayotda yangiliklarni topishga insonlarni undayotganligiga guvoh bo'lamiz. Ha, keling hozir mana shu lavhaga navbatni beramiz va birgalikda uni tomosha qilamiz. Marhamat. Ibrohim va Olimjon aka-uka chorvadorlar, atigi 10-13 yoshdalar, lekin bu yoshda bo'lishiga qaramasdan ancha tajriba to'plashga ham ulgurdilar. Ular o'z bilim va ko'nikmalarini hattoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali boshqalar bilan ham bo'lishib borishyapti. Obunachilari ham anchagina. Bugun esa biz sizlarni mana shu chorvadorlar bilan tanishtirish maqsadida Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga keldik. Qahramonlarimizning chorvachilikka bo'lgan qiziqishi bolaligidan boshlangan. Ular otasi va amakisining ko'p yillik tajribasini o'rgangan. Dastlab oddiy yumushlardan boshlangan qiziqish vaqt o'tishi bilan tadbirkorlikka aylandi. Boshida biz boshlaganimizda 2 dona qo'chqor bilan boshlaganmiz. Keyin u qo'chqorimizni semirtirib sotib, 3 ta urg'och qo'yganmiz. U qo'yimizda bizga 1 yilda 4 ta bola bergan. Keyin uni onalarini sotib olib, katta qilib sonini 10 tagacha yetkazganimizdan keyin hozirgacha qo'chqor boqib kelamiz. Biz har doim faqat go'shtga boqqan bo'lsak, endi biz nasl yo'nalishga ham o'tdik. Nasl yo'nalishida biz afg'on qo'yimizni ham olib keldik. Uni bolasi bilan endi unga arasha liniyali qo'chqor qo'shib ko'paytirmoqchimiz. Aka-ukalar nafaqat chorvachilik bilan shug'ullanadi, balki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali chorvachilik sirlari, sohaga oid foydali tavsiyalar va amaliy tajribalarni keng jamoatchilik bilan bo'lishib boradi. Bizning obunachilarimiz 30 mingtadan oshgan. Biz obunachalarimizga qo'y haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz ularga. Men katta bo'lgan stomatolog bo'lmoqchiman. Bundan tashqari chorvachilik bilan ham shug'ullanmoqchiman. Qahramonlarimiz jonivorlarning ozuqa ratsioniga alohida e'tibor qaratadi. Ibrohimning aytishicha, sog'lom va sermahsul qo'yni parvarishlashning asosiy omillaridan biri sifatli hamda muvozanatli yem hisoblanadi. Jon, kajonim nima qilyapsan? Qo'lyapman o'tiribman. Kajonim, kepelni berdingmi? Ha, berdim. Bedasini-chi? Berdim. Suvlarni almashtirdingmi? Yaxshi. Shu bois qo'ylarning yoshi, vazni, hattoki mavsumiy ehtiyojlardan kelib chiqib ozuqa tanlanadi. Oqartirilgan don, yem, xashak, vitamin va mineral qo'shimchalarining me'yorida berilishi chorvaning sog'lom o'sishi, vazn to'plashi hamda kasalliklarga chidamliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning yem tarkibimizda kepe, bug'doy, jo'xori, suli bor. Biz bu yemdan qo'ylarimizga beramiz. Bir mahalaga o'sha qo'y 300 grammdan 500 grammgacha bitta qo'y yeydi. Va kuniga biz shuna qilib semirtirib boramiz. O'zimizning yem ratsionimizda biz har doim aytamiz. Bizning ratsionda boqilgan qo'ylar har doim zo'r semiradi. Mehnat va izlanish o'z samarasini bermay qo'ymayapti. Yaqinda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida ilk bor o'tkazilgan yosh agroblogerlar forumida qahramonlarimiz chorvachilik yo'nalishida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Ushbu yutuq ularning nafaqat chorvachilikdagi amaliy tajribasi, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali sohani keng targ'ib etish borasidagi sa'y-harakatlari ham munosib e'tirof etilganidan darak beradi. Kam yozda qo'y boqding degani bo'ldi. Yem bersang semiradi degani emas. Jajji qahramonlarimiz shu yoshda ham tinimsiz mehnati oddiy yumushni katta tadbirkorlikka aylantirish, daromad topish mumkinligini isbotlamoqda. Sizchi, siz ham qiziqishlaringizni katta maqsadga aylantira oldingizmi?